Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Birleşken Milletler Teşkilatı mutaxassislari Xitoyning Uyg'ur, Tibet ve başka az sonliq millatlarning majburiy emgak silinayotganligi to'g'risidagi xabarlardan andish qilayotganligini bildirib, maxsus bayonot e'lon qilgan. BDT mutaxassislari 22 yanvar kuni Sharq Turkiston va Xitoyning boshqa joylarida Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va Tibetlarga qaratilgan majburiy emgak to'g'risidagi davomli ayblashlarga qarata cho'nqur andish qilayotganligini bildirgan. BDT mutaxassislari Xitoyning nurg'un o'lkalarida Uyg'ur va boshqa oz sonliq millatlarni o'z ichiga olgan kishilarni davlat tarafidan majburiy emgak silish ahvoli davomli mavjud. Nurg'un ahvollarda majburlash elementlari shuncha ig'irki, ular insoniyat qarshi jinoyat sifatida majburiy o'tkash va qul qilishga barobar bo'lishi mumkin deganlarni o'ttirib qo'ygan bo'lib, mutaxassislarning qarashicha, Xitoyda majburiy emgak davlat belgilagan atalmish emgak kuchi o'tkash orqali nomrodlikdan qutuldirish programmasi orqali amalga oshirildi. Bu programma Uyg'urlar va boshqa oz sonliq millatlarning a'zolarini majburiy emgakka majburlaydi. Xabarlarga qaraganda, ular sistemalik nazorat qilish, besim bilan ishiltish doirasiga kiradi. Jazo va xohlagancha tutib turishga qo'rqish sababidan xizmatni rad qilish yoki o'zgartirishning hech qanday chorasi yo'q. Atalmish Şinjanning 5 yillik plani, ya'ni 2021 yildan 2025 yilgacha 13 million 750 ming emgak kuchi o'tkazishni planlagan bo'lib, amaliy sonlar yangidan yuqori pallaga chiqqan. Mutaxassislarning aytishicha, Tibetliklarmi yezi eshinchi emgak kuchlarini sistemlik tarbiyalash va o'tkash talabi bilan tarbiyalash va emgak kuchi o'tkash harakat plani qatorliq o'xshash planlar orqali majburiy emgakka duch kelayotgan bo'lib, bu siyosatlar harbiy uslubdagi kasbiy tarbiyalash usullari qatorliq majburiy usullarni oqlaydi. 2024-yili emgak kuchi o'tkashning ta'siriga uchraganda Tibetliklarning soni 650 mingga yaqin deb mo'ljallanmoqda. Tibetliklarning yana butun kent ko'chirish programmasi orqali ko'chirilganligi xabar qilindi. Bu programma ishlab chiqarishga ruxsat qilishga majburlash, jazo bilan tahdid selish, cheklash yoki muhim oila mulozimatlarini qisqartish tahdid qatorliqlarni qo'llanadi deganni o'ttirib qo'ygan. BDT mutaxassislari hukumatning nomrodlikdan qutuldirish bahonasi ostida emgak kuchi o'tkash, Uyg'ur va boshqa oz sonliq millatlar Tibetliklarning madaniyat kimligini majburiy qayta qurish siyosatining bir qismi deb ogohlantirib, emgak kuchi nomida xalqlarni asli yerdan yo'tkash, ularning an'anaviy turmushini majburiy o'zgartirdi. Ularni o'zlari tava bo'lmagan joylarga ko'chirish orqali yollanma emgak bilan shug'ullanishdan boshqa amal yo'q. Natijada ularning tili, tanlagan mahallalari, turmush usuli, shundaqla madaniyat va diniy odatlari yo'qolib, o'rnini to'ldirg'ili bo'lmaydigan ziyon va oqibatlarni keltirib chiqaradi. Shundaqla majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan tovarlarning 3-chi davlatlar orqali bevosita dunyoviy ta'minlash zanjiriga kirishiga jiddiy andish qilayotganligini bildirib, bu nishonliq savdo cheklamalari va ta'minlash zanjirini tangshishdagi kishilik huquqni tekshirishning umumiy unumi to'g'risida keng doiralik savollarni o'ttirib qo'yib, mablag' solg'uvchilar va Xitoyda tijorat qilayotgan va mal sotib olg'uchi korxonalarning ta'minlash zanjiriga munosabatli xavf-xatarlarni o'ylashishga, BDTning savdo va kishilik huquq yetakchi prinsiplariga asosan kishilik huquqini tekshirish ilib berishga chaqiriq qilib, shirkatlar o'zlarining mashg'uloti va ta'minlash zanjirining majburiy emgak bilan bo'lganligiga kafolatlik qilishi va BDT mustaqil kishilik huquq mexanizmining Xitoyga to'solg'usiz kirishini talab qilgan. Kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti mushu oyning 21 kuni Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik haqida cho'ng hajmli bir doklad e'lon qilgan bo'lib, bu doklad Sharq Turkistondagi ig'ir kishilik huquq dafsanchiliklari, xohlagancha tutib qilish, qiynash, jinsiy zo'ravonlik, tajovuzchilik orqali nazorat qilish, majburiy emgak, davlat tarafidan yo'lga qo'yilgan tug'ut cheklash tadbirlari va oilani ayirib etish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Mazkur dokladda o'ttirib qo'yilishicha, o'tgan 10 yilda Sharq Turkistonda kishilik huquq dafsanchiligining xotirlanishi barg'ansir ko'paygan. Jurnalistlar, hukumatlar va mustaqil guruhlar tarafidan elib berilgan har xil tekshirishlar, asosligi Uyg'urlarning kimligini yo'qotish uchun elib berilgan bostirishlar Xitoy davlati tarafidan rahbarlik qilingan. Bu haqda doklad qilingan dafsanchiliklar xohlagancha tutib qilish, qiynash, jinsiy zo'ravonlik, tajovuzchilik, nazorat qilish, majburiy emgak, davlat tarafidan yo'l qo'yilgan tug'ut cheklash tadbirlari va oilani ayirib etish qatorliqlarni o'z ichiga oladi deganlarni o'ttirib qo'ygan. Maqolada Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Londonda ochilgan Uyg'ur sud mahkamasi
Xitoyning qilmishlarining xalqaro qonun bo'yicha dafsanda qilish, insoniyat qarshi jinoyat va qirg'inchilikqa qarshi qonuniy o'lchamlarga mos keladigan kelmaydiganligini baholash uchun dalillarni tekshirdi va ko'zdan kechirdi deganlarini ta'kidlab, sud mahkamasining bayqashlari va xalqaro qonunning hujjatlik dafsanchiliklarning qiynash, insoniyat qarshi jinoyat yoki qirg'inchilik ekanligini baholashdagi qo'llanishini bayon qilgan. Ve mazkur sotning jarayoni, guvohchilarning bayoni, sotning natijasi va bu sotning eng yuqori xalqaro o'lchamda elib berilgan yuqori saviyadagi bir tekshirish jarayoni ekanligini o'tirib qo'ygan bo'lib, bu maqola Uyg'ur sotining dalil isbotlarini cho'ridib yozilgan. Mazkur maqolada Uyg'urlar va Sharq Turkistonning tarixiy va umumiy ahvolini tanishtirib, Uyg'urlar turkiy tillik musulmon xalq, taxminan 11.500.000 odam bor. Tarixda Uyg'urlar ko'p sonliqni egallagan, ammo hozir bu rayonda Uyg'ur nupusi taxminan 40% tushib qolgan. Uyg'urlar bu rayonni Sharq Turkiston deb ataydi. Manju Ching sulolasi 18-asrning o'rtalarida rayonni kontrol qildi va 1864-yildan keyin kontrolligini yo'qotdi. 1878-yilga kelganda uni qaytadan besib oldi. Ching sulolasi munqariz bo'lgandan keyin Xitoyning rayondagi kontrolligi cheklik edi. 1930-yillarda Xitoylarning o'ltiraqlashishini qo'llaydigan boj siyosatiga bo'lgan norozilik bir qancha qatim Uyg'urlarning qo'zg'olonini keltirib chiqardi va 1933 va 1944-yillari Sharq Turkiston Cumhuriyatlari qurildi. Kommunistlar hokimiyatni egallab olgandan keyin 1955-yili avtonom rayon qurdi deganlarni yozgan. Mazkur maqolada Xitoyning Sharq Turkistonda nasabni buzish, yildizni buzish, bağlanışını üzeş siyasetlerini asla rayon, yerlik ve mahalle seviyesinde özara bağlanışlık yolu koyganlıqını, bu tedbirler içinde tuğutni kontrol qilish, tuğut çekleş, mecbur emgek bilen yötkeş, ballarını devlet yataqlıq mektepleri ve darıl tamgı orunlaştırış, Xitaylarını Uyg'urlarning uyga qondurush, masjidlarni vayron qilish va keng ko'lamda qamoq ilishni o'z ichiga olgan keng ko'lamlik nazorat qilish qurilmasi qo'llangan. Bu kontrollar birlashtirilganda rayon asos jihatdan usti ochiq turmaga aylangan deyilgan. Mazkur maqolada yana sud mahkamasi o'zining qarorini chiqarishda xalqaro qonunning 3 asosli organiga tayanganligini o'ttirib qo'ygan bo'lib, bular qiynash va boshqa rahimsiz insoniyatga xilof yoki g'ururni dafsanda qiladigan muomalalar yoki jazolarga qarshi turish ahdnomasi, ya'ni qiynashga qarshi turish ahdnomasi, irqiy qirg'inchilik jinoyatining oldini olish va jazolash ahdnomasi va xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Rim nizomnomasi. Xitoy qiynash qarshi turish ahdnomasiga 1988-yili qo'l qo'ygan va mazkur ahdnomada qiynashga mundaq aniqlam berilgan. Bir kishiga uningdan yoki 3-shaxsdan uchur yoki iqror ilish, uning yoki 3-shaxsning qilgan yoki gumon qilingan qilmish uchun jazolash, uni yoki 3-shaxsni qo'rqitish yoki majburlash, yoki har qanday turdagi kamsitishga asoslangan har qanday sababdan ig'ir azob yoki azob berilgan har qanday qilmish, agar bundaq azob davlat xodimi yoki rasmiy salohiyatga ega shaxs tarafidan yoki ularning kuch kiritishi bilan, ularning qo'shilishi yoki jimjitlik bilan berilgan bo'lsa. Xitoy 1983-yili qirg'inchilik ahdnomasi qo'l qo'ygan bo'lib, mazkur ahdnomada qirg'inchilik milliy, etnik, irqiy yoki diniy guruhini butunlay yoki qisman yo'qotish niyati bilan qilingan harakatlar deb aniqlam berilgan bo'lib, bular bir xalq ichida tug'ilishning oldini olish uchun tadbir qo'llanish, u xalqning bolalarini boshqa bir to'pga majbur yo'tkash, qasdan ziyonkashlik qilish, u xalqning turmush sharoitini butunlay yoki qisman jismoniy jihatdan vayron qilish, guruhi a'zolariga ig'ir jismoniy yoki ruhiy ziyon yetkazish, guruhi a'zolarini o'ldirish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 2002-yili kuchga ega bo'lgan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Rim nizomnomasida insoniyat qarshi jinoyatlar bilib turib har qanday fuqaroviy nopos qartilgan keng ko'lamlik yoki sistemli hujumning bir qismi sifatida yuz bergan tumanki qilmishlarning har qanday irqiy qirg'inchilik kiradi deb belgilangan. Bular qasdlab o'ldirish, qirg'in qilish, qo'lga aylantirish, aholini majbur yo'tkash yoki nopusni majbur yo'tkash, xalqaro qonunning asos qoidalariga xiloflik qilib, qamoq jazosiga hukm qilish yoki boshqa ig'ir jismoniy erkinlikdan mahrum qilish, qiynash, zo'ravonlik, jinsiy qulluq, majburiy fohishvozlik, majburiy homildorlik, har qanday jinsiy munosabat shakli o'xshash ig'irlikdagi zo'ravonlik, qasddan ig'ir azob uqubat paydo qilish yoki badanga yoki ruhiy va jismoniy sog'lomlikqa ig'ir ziyon yetkazish qatorliq o'xshash xarakterdagi boshqa insoniyat xilof qilmishlar insoniyat qarshi jinoyat deb aniqlam berilgan bo'lib, bu qonunning 7-moddasida hujum faqat kuch ishlatish bilan cheklanib qolmaydi.
balki fuqarolarga qilingan har qanday nachar muomalani o'z ichiga oladi deyilgan. Türkiye raqobat organi Xitoyning Temu shirkatining Turkiyadagi ishxonasiga besib kirib tekshirish olib borgan. Türkiye raqobat organi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur majburiy amgikidan manfaat olib kelayotgan Xitoyning torda parcha setish shirkati Temuning Turkiyadagi ishxonasiga besib kirib oqtirish olib borgan. Türkiye raqobat organi bu ishga munosabatli bayonotida mundaq degan: Bu tekshirish bizning o'lchamlik tartiblarimiz doirasida olib berilyotidi. Bu jarayonning boshlanishi bevosita tekshirish bosqichiga kirish deb tushunilmasligi kerak. Reuters agentligining xabarida Temu bayonotisining so'zini naql keltirib bergan xabarga qaraganda, Türkiye raqobat organining xodimlari shirkatning ishxonasiga besib kirgan va ishxonadagi laptop, ya'ni kompyuterlari va ustal kompyuterlari musodara qilingan bo'lib, Temuning bayonotisi Türkiye doiralari bilan to'liq hamkorlashilganligini bildirgan. Dunyoning nurg'un joylarida kiyim-kechakdan tortib aqliy telefongacha bo'lgan mahsulotlarni arzon bahoda sotadigan Temu shirkati Xitoyning elektronlik savdo magnati DDPga tabi. Bu shirkatning Turkiyadagi faoliyatlariga qilingan besib kirish Yevropa ittifoqining nazoratchilari Xitoy davlatining adil bo'lmagan yordam puli berishdan ansirab, Temu shirkatining Dublindagi Yevropa bosh organiga besib kirishdan keyin yuz bergan. Turkiya raqobat organi Temuga munosabatli ayblashlarga javob qaytarib, raqobat organining qonun tuzumlariga asosan o'z doirasida doimli tekshirish va naq maydon tekshirishlarini olib borganligini bildirgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.